Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Mana bu darvozamiz sepsaroylar edi. Keldi darvozamiz orqa tarafi. Xudo xolasa chiroyli qilib sepib o'z egalariga olib topshiramiz. Darvozamiz high-tech fasondagi shtampovka islardan tayyorlangan. Bu uchli listlardan qilingan, profillar 6 ga 4, 1,5 listenkada bo'lgan. O'ta qalin va mustahkam. Darvozamizni sepishdan oldin chiroyli qilib artib tozalab, yog'larini tozalab olamiz. Ertaga kraskasi tashlab olmasligi uchun chiroyli qilib. Mana darvozalarimiz turibdi, xudo xolasa buni ham o'z egalariga chiroyli qilib olib topshiramiz. Mana yana bitta high-tech fasondagi shtampovka darvozamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib o'z egalariga olib boramiz.